Marks'ın dostu Englis'in sözü bile aytqanda kaltıpam. Yani Xitay danalığı boyunca Uyg'uriston meselesini murakkablaştırmakçı boldunuz. Bir murakkab meseleyi aylandırıp xalqaro jamiyatning oldiga qo'ymoqchi boldunuz. Asli yenikli mesele. Amerika Qo'shma Shtatlari bu yerda kishilik huquqni ta'kidlab kelyapti. Yana qanday qarang'i yoshirin taraflari bor, uni biz bilmaymiz. Lekin Xinjiang meselesi, bugünkü Uyg'uriston meselesi, mustamlaka Uyg'uriston meselesi ana shunday mesele. Siz hozir qarab turibsiz 2017-yildan boshlab bu ayında yig'ib olish lageri qurib, Germaniyasining ayni vaqtki siyosatini bu qatam Uyg'urlarga tatbiqlab, Osiyoda ana shunday vahshiylik bilan jazolash, bir millatni, etnik bir millatni jazolashni yo'l qo'ydi. Ben bugun so'zimning oxirida hurmatli Prezident Trump efendim bu qatimki suhbatingizga madad tilayman. Allohdan sizga nusrat tilayman. Allohdan sizga g'ayrat tilayman Prezident Trump hukumat. Prezident Trump efendim. Reis Xi Jinping efendim endi sizmi o'ylashingizga vaqt keldi. Qarshilik yoki kayniga dajib bilish, kayniga tortishlar maslahat qilg'il bo'lmaydi. Sizden soraydıgınem menen Reis Xi Jinping efendi siz 112 nefer ziyalini koyup birisiz bu başlap durup yani başlamçı bulup cezalarının takaştığın signalında evvel 112 nefer ziyalini koyup birisiz Reis Xi Jinping efendi. Bunun işi de elbette ziyaliler, ben dedim de şeriatçılar, muhbirler, muharip, medeniyet sahasındaki erbaplar. Bular siz qo'lga aldınız. Günahsızlık qo'lga aldınız. Günah bilan qo'lga olish meselesi mavjud emas. Uyg'urda hech qanday gunoh yo'q. Uyg'ur o'zining vatanini bergandan boshqa, Xitoy qo'llab tutib bergandan boshqa, demak qarshilik ko'rsatmagan ekan, qo'llab tutib bergandan boshqa hech qanday gunoh yo'q Uyg'urning. Lekin bugun 70 yildan keyin uyg'ongan Uyg'urlar vatanni talab qilyapti. Huquqini talab qilyapti. Devlet koruş hukukunu talep kılıvatı Reis Xi Jinping. Endi siz bunu nazarga ilishiniz gerek. Siz bu ziyalilarni bulup mu bunun içindeki ziyali Qashqar Xalq Nashriyatining muharriri, Uyg'urlarning suyumli shoirasi, shoira Chimangul Obudni uning hayotining tahdid ostida qolganligidan xabar topdi. Qo'yib bersiz Reis Xi Jinping. Şundakla Aksu vilayet 1-o'rta maktabdan peshqadam o'qituvchi, tajribali pishqon ma'rifchi Ahad Amonni qo'yib bering Reis Xi Jinping. Biz sizga qo'ygan talabimiz shu. Dal shundaq suhbatda undan keyin Uyg'urlarning musiqa madaniyat sohasidagi milliy qahramoni Abdurahim Hayitni qo'yib bering. Bu 3 nafar kishini men eg'izga oldim. Ular yaş balla Reis Xi Jinping koyup bering. Ularda hiç qanday günah yok. Siz tuturgan günah yok. Men prezidentimiz Trump efendinin en ahırda yetip kelayotgan bayramına teşekkür etiş bayramını tebrikleş bilen billa men bugün Amerika grejdanı bulup süptüm bilen yukarı Uyg'ur vatandaşlarımni Xitoy hukumatining turmadan qo'yib berishi to'g'risida Prezident Trump efendinin bu qatam Argentinadagi suhbatda Reis Xi Jinpingga haydakchilik qilishini umid qilaman. Chunki men shuning ishonamanki, hozirgi dunyoda biologiyalik qurut qo'ng'izda tabiat yo'qolib ketmasin deb ko'ngil bo'layotgan har bir amerikalik men shuning ishonamanki, gunohsiz turmaga qamalgan, nazarbandga ilingan odam, etnik guruh, etnik millat Uyg'urlarning taqdiriga qiziqadi. Qiziqadilar emas, balki ularning taqdirini o'ylashadi. Men yaqindan beri ama alomatlardan shuni ko'rdim-ku. Iroqni qo'yayli, 10-ayning 10-kuni ma'lum prezident Pence efendi yo'llagan doklad yoki xitobnoma xarakterlik nutq. 11-ayning 10-kuni bir oydan keyin Washingtonda qo'yilgan siyosiy suhbat. Yani bexatarlik to'g'risida olib berilgan suhbat ikki davlat o'rtasida hammasida Uyg'ur masalasi bor. Uyg'urning kishilik huquq masalasi bor. Men mushular qarab turib aytamanki, Prezident Trump hukumatiga ishonamanki, bu qatamqi suhbatda Argentina suhbatida ham savdo masalasini hal qilish, ham bizga jamoatga qarang'i bo'lgan
siyasi meseleleri cümleden Uygurların kişilik hukuk ve nazarband qilingan holatini bir taraf qilishning paytida men Prezident Trumpga Allohdan ko'sh tilayman. Men Prezident Trumpning o'sha masala bo'yicha Xitoyga besim ishlatishini umid qilaman.